yo'q ekan. Ertalab 9 da tashlab beraman deyapti. Kechasi 1 da gaplashyapmiz. Kelsanglar, ob'yomda olsanglar, lasotasini o'zimiz chiroyli qilib beramiz. 70 tamikin, 60 tamikin jo'jamiz o'lib qoldi. Desa ham biz javob bermaymiz. Yo'lda o'ldirib qo'ysizlar. Biz unaqa makkadiramiz. Lasotasi где-то 65 minglar ketadi bir. Chiroyli ularni ichgan. Lekin gambur yegan, lasota bo'lmagan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'zmafay Navbahor 25-uydamiz. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarimizni 10 kunlik, 15 kunlik, 20 kunlik, 1 oylikdan so'raganlar uchun qo'limizdan kelgancha mana yoshirog'i, arzon, yengilchilaridan 7 kunligida gambur ichgan. Xudo qilib yetkazib beramiz. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarimizni 12 kunlik varianti bu. Chiroyli qilib boqib qo'yilgan. Hamma dorisi 15 kunlik bo'lganda lasotasi beriladi. Shunda chiroyli qilib lasotalari bilan qilib olib borib beramiz yoki o'zingizni oldingizda qilib beramiz. Yo bo'lmasam o'zimiz aytamiz, o'zingiz qilib olsangiz ham bo'laveradi. 2000 dozaligi. Shuning uchun chiroyli qilib o'zimiz ham qilib beraveramiz. Odam ham kelib qildirib ham beraveramiz. Kimga Andijon qora jo'jalari kerak bo'lsa, mana kichkina yosh variantidan qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib boqib qo'yganmiz. Mana holatlari yaxshi, sog'lom. Hozir ham mana dorilarni ichib sog'lom holatda chiroyli bo'lib katta bo'lib qolishgan. Kimga zarur bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqa qilsanglar, O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beryapmiz. Hozirda bularimiz brunler donini ichyapti. Ko'rka yoki qanaqadir omiqda donlar tayyorlab bermaymiz. O'zimiz spes ko'rimida boqamiz. Shuning uchun jo'jalarimiz polvon, sog'lom bo'ladi. Bizni bilgan biladi, bilmagan yana o'zi biladi. Kimga zarur bo'lsa, jo'jalarimizni 14 ming so'mdan ozgina o'tib beramiz. Xudo xolasa 5 mingdan oshiqroq jo'jamiz bor. Andijon qora jo'jani 10 kunligidan boshlab bemalol 1 oyligigacha telefon qilsanglar bo'laveradi. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqa qilsanglar, operatorimiz javob beradi. Istalgan 12 ta viloyatda xohlagan joylarga yetkazib beramiz. Faqatgina Namanganlik akalarimiz, Chusli akalarimiz bo'lsa, kelib olib ketishlikka iloj bo'lsa yaxshi bo'ladi. Nimagaki bizga teskari o'ta yo'l kiralari qimmat bo'lib ketib qoladi. Yozgi kunida jo'jani dastavka qilib yetkazib berish ham bir muammo bo'lyapti. Yana qanaqadir hali o'zi olib ketsa yo boshqa bo'lsa, faqatgina biz o'zimiz jo'natganimizda mashinani nomerini berib o'ldirib qo'ysak, aslida javob berishimiz mumkin. Yana hurmatli obunachilar, birovni omonatidan ozroq qo'rqinglar. Kechagi kuni holat bo'lyapti. Jo'jamiz jo'natganmiz. Jo'jani ketayotgan joyda bir 60-70 km yurganda qaytarib olib keldik, shopir eplay olmadi. O'zimiz bo'ynimizga ketdi, lekin ertasi kuni jo'natib yuboryapmiz. Mana misol kecha jo'natib yuboryapmiz. Uyga yetib sog'lom yetib borgandan keyin jo'jaga pul xo'p deyapti. Bugun telefon qilsak, yo'q. Xohlagan joyingga bor, jo'jangni olib ketaver. Jo'jang kasal ekan, gamburasi berilmagan ekan. Yo'q, gamburasi berilganini o'lik holatda ham qayerda bo'lishidan qat'iy nazar isbotlab beramiz. Chunki jo'jani so'ygandan keyin, misol so'ygandan keyin liboy laboratoriyaga olib borsangiz, qanaqa dori ichgan, qanaqa lasota, qanaqa gambura yegan, hammasi kelib chiqadi. Shuning uchun o'zinglarni o'zinglar aldamanglar, halol pulinglar harom qilmanglar. Kimga zarur bo'lsa, Andijon qora jo'jani ishonarli, garantiyali joydan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar 12 ta viloyat bo'ylab dastavka qilib beraveramiz. Shu jo'jamizni 14 ming so'mdan ozgina o'tib beramiz. Ob'yomda so'ragan aka-ukalarimizga ham bor, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. 1 oylikdan tortib 1 kunlikdan tortib 1 oylikgacha 1 kunliklarimiz ashashi 7 ming so'mdan, bir haftadan 10 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz 13 ming so'mdan. Undan kattaroq jo'jalarimiz bor. 1 oylik jo'jalarimizga 5 ming so'mdan. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, xohlaganidan, xohlagan jo'jasidan, xohlasa 1 oylik, xohlasa undan kattaroqlari, xohlasa tovuqlar bor 120 ming so'mdan. Yangi tuxumga kirgan 6 oylik varianti. Mana shuna qilib uy sharoitida chiroyli qilib jo'ja boqish biznesini boshlamoqchi bo'lgan akalarimizga video jo'natib ko'rasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlar ehtiyot qiling.